Mana shu videoni oxirigacha ko'rib, fikringizni kommentariyada yozib qo'yinglar iltimos. Ungacha men o'zimning shaxsiy fikrimni aytib o'taman. Qaranglar, bizga oldindan ustozlarimiz aytishardi. Ayollar ba'zan soqov bo'lishi kerak, majoziy ma'noda. Erkaklar ba'zan quloq kar bo'lishi kerak. Bu ham majoziy ma'noda. Ya'ni insondan xato o'tadigan bo'lsa, erkak kishi xato qiladigan bo'lsa, ayol kishi ozgina vaqt gapirmay tursa, ba'zan kamdan kam bo'ladigan kichkina xatolar uchun gapirmasdan shu indamasa o'tkazib yuboradigan bo'lsa, katta muammoni oldini olishligi mumkin. Ayol kishidan bo'ladigan kichkinagina xatolar, ba'zan sodir bo'ladigan o'sha kamchiliklarga erkak kishi parvo qilmasa, o'sha ayol kishining xatosi o'sha kerak emas gapdan gapirib qo'yadi-da ba'zan. Bu narsani eshitmaganga olib ketadigan bo'lsa, erkak kishi katta muammoni oldini olishligi mumkin. Faqatgina bu ba'zan bo'lsa, lekin har doim takrorlanadigan bu kabi holatlar bo'lsa, iloji yo'q. Erkak kishi ham qachondir bu narsani eshitadi va ur-janjalga boradi. Ayol kishi ham qachondir shuncha narsani o'tkazib o'rgandan keyin doimiy takrorlanib tursa, gapirib yuboradi-da. Suiiste'mol qilmaslik kerak bu kabi narsalarni. Lekin haqiqatan bu ishlaydigan narsa. Ayol kishi ba'zan sukut saqlasa, erkak kishi eshitmaganga oladigan bo'lsa, katta muammolarni oldini olishligi mumkin. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar.